Maktab formalaridan hamma razmeri bor. Ha, hamma razmerdan bor. Undan tashqari bizda unikal taklif davom etyapti. Bitta ko'ynak oladigan bo'lsangiz, yana bittasi hadyaga qo'shib beriladi. Hadiya? Ada yarashdimi? Juda ham yarashdi, o'g'lim. Ko'ylak uchun necha kun ishlaysiz? Bir kun ishlayman, bolam. Shim uchunchi? Shim uchun 2 kun. Ha, oyoq kiyim uchunchi? Oyoq kiyim uchun bo'lsa 4-5 kun ishlasam kerak. Ha, unda boshqasini olaman. Yo'q. Shu juda ham yarashib turibdi. Men roziman, bolam, ovur. Yo'q, rahmat. Arzimaydi. Aka, ota-bola zo'r gaplashar ekansizlar. Bizda narxlar yozilgan-ku. Sizlar nimaga vaqt haqida gaplashdinglar? Bir paytlar o'zimiz ham xuddi shu bola kabi maktabga chiqardik. Chang to'zonda futbol o'ynab, uyga kir bo'lib kirardik. Onamiz qiynalib kiyimimizni yuvgan, otamiz bo'lsa yana qiynalib, ishlab, yangi forma olib berish kerak bo'lgan. Lekin hozir ular yonimda yo'q. Hech qachon esingizdan chiqarmang. Yoshingiz ulg'aygani sari ko'p narsalarni pul bilan emas, vaqt bilan hisob-kitob qilar ekansiz. Tushundim. Shularni hammasini o'rab beraymi? O'rab bering, ha. 1+1 esdan chiqmasin, ha? Albatta. Naqddan ko'ra vaqt qimmat turishini tushunib boryapman, ota. Ota, sizga o'xshab boryapman, ota.